Короче, va'da qilganimday raspakovka bo'ladi hozir. Oxirigacha ko'ringlar, rosa interesno. Undan keyin bitta gap aytmoqchiman. O'g'limni uxlatib, o'zim charchagan bo'lsam ham uxlamasdan sizlarga raspakovka qilib. O'zimga e'tibor bermanglar, allergiyaman, tomog'im bo'g'ilgan, burnim yopilgan. Yo'qda 3 ta paket bor. Давайте qorasidan boshlaymiz. Hamma narsa bilan ham tushadi. Yubchkalar bilan ham tushadi. Undan keyin jinsilar bilan ham tushadi. Mana keng turadigan. Вот. Endi mana shu rangidan yo'q edi. Bu eslaringizda bo'lsa, shunaqa rang krossovkam bor. Shu bilan zertsa kerak deb o'ylayapman. Bitta oq futbolka oldim. Mana. Bunga qayrilgan. Shunaqa yengil turar ekan. Ikkinchi paket. Qaranglar buni. Bu getrejingizni qilish kerak tezroq. Mana asal shunaqa shim oldim. O'zimga ham rosa yoqdi, rangi ham yoqdi. Mana shunaqa rang oldim. Pink. Undan keyin bu yerda eski narsalarim. Sizlarga ham shunaqa bunga qaranglar. Yangi narsa olsam, eski narsa xunuk, prям eskirib ketganday ko'rinadi. Nimaga? Так. Это что такое, а? Har doim yangi oyoq kiyim olaman, yangi kiyim olaman, eski narsa eskirib ketganday ko'rinadi. Lekin hali bir yil emas. Oq shimlar bilan, jinsilar bilan, mana bu birinchi ko'rsatgan, mana bu oq topim bilan kiysa, вообще asal turadi. Yengil materiali и oversize turadi. Sochim orqasini. Oldinroq izlagandim shuni, lekin topib bilmagandim. Issiq bo'lsa ham, shuni Toshkentdan topganim uchun sразу oldim, farqi yo'q. Kechki payt salqinligida kiyaman. Men bilmayman, mana shunaqa narsani kasaliman. Menga aytasizlar faqat jinsi kiyasiz, faqat mana shunaqa long sleeve deyiladimi, shunaqa kiyasiz deb. Men bilmayman, men shunaqa yaxshi ko'raman kiyishni, nima qilay? Unaqa qimmat narsa kiymayman. Ko'p narsa olganimdan qimmat deb ketib qoladi, tushunsanmi? Va bu remint. Shunaqa menga yarashdi, hali kiyganimda ko'rasizlar, lekin bu ko'rinishdan katta ko'rinmoqda, lekin shunaqa asal turadi. Yenglari esa to'rlik. Mana shuncha joyini tutib tashladim-da, o'tdi. Endi ilohim shu get ready. В этой ситуации мы просто это самое мы. Bilmayman, hozir shu raspakovkam agar yaxshi chiqqan bo'lsa qo'yaman. Agar yaxshi chiqmagan bo'lsa shu raspakovkam, shuncha narsani tikkanim qoladi prosta. Lekin men bu narsalarni qayta salfaga tiqib, video yaxshi chiqmadi deb qayta raspakovka qilmayman qizlar. Shuning uchun mana shu videoga like bosing. Ну что, плохо вам? Не переживайте, сегодня плохо всем. Suvlarni oldiga pikniklarga kelib chiqsalaringiz maza qilasizlar. Buni ochiladigan короче. Buni o'zlaringizning qomatlaringizga moslaysizlar. Давайте kiyib ko'rsataman. Ballerina cappuccino bo'lib ketasizlar. Ballerina cappuccina. Oxirgi raspakovka 11 minutlik videoni endi men montaj qilib necha minutga sig'dirib bilaman. Bilmayman. Screenshot qilib olsalaringiz bo'ladi. Hidi rostdan zo'r. Всем пока. Kстати, narxlarimni necha pulga oldim yozib qoldiringlar. Men o'ynayapman. Narxlar, shu narsalar necha pullik bo'ladi deb o'ylaysizlar, yozib qoldiringlar kommentariyada. Всем пока.